lekin ozgina sabr qilib tursak, akalar, ukalar, nasib qilsa yaxshi, zo'r, tekis, ravon yo'lda yuramiz. Bundan ko'ra podeshka qilinglar, like bosinglar, negativ yozgandan ko'ra. Negativ yozadigan narsa internetda ko'p-ku, endi bu yo'l-ku bu. Shuning uchun akalar ozroq sabr qilib tursalaringiz hammasi bo'ladi. Masalan, buzuq yo'lda emas, tekis ravon yo'lda ham ishonchli, avariyani ham oldi olinadi. Hamma taraflama o'zimizga yaxshi-ku do'stlar. Shuning uchun negativ bildirmanglarda, undan ko'ra podeshka qilishni o'rganinglar do'stlar. Aka, biton. Natijani ko'rib turibsizlar. Oson ish emas, qiyin ish. Bu yerga qancha odam ishlayapti, nechta odam mehnat qilyapti. Sizlar bir like, podpiska bo'lsa, bir yaxshi kommentariy yozsalaring, qolgan negativ yozayotganlar ham o'ylaydi, nima uchun negativ yozishimiz kerak haqiqatan deb. Internetda to'lib yotibdi negativ yozadigan narsa. Ana shularga yozinglar. Bir yalang'och chiqib yoki birovni ustidan kulib yo bir narsa qilib chiqarayotganimiz yo'q-ku.